Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga yana rim tumbalarni qo'yib berdik. 9 ta bo'ldi. 1 2 3 4 tasi. 4 tasini 5 tasiniki 390 dan bo'ldi. Sababi hovlini past balandligi bu tomon ancha baland, bu tomon ancha past. Agar hammasini bitta liniyaga qilganimizda narigi tomondagi stakanlar mana shu yerga kelib qolgan bo'lardi. Shuni hisobiga 20 sm bu tomon tumbasi past, bu tomondagi 20 sm baland. Mana shunday ko'rsak, mana bu 3 ta, 4-inchisi narigi tomondagi 5 ta bilan farq qiladi. Mana qarasalaringiz, bu tomon pastda turibdi. Sababi agar narigi tomonda ham xuddi shunday bitta liniyaga olib borganimizda edi, nari yoqda stakanlari o'zi 1.20 bo'lib ketardi. Uyni soqiliga 1.20 stakan sal qo'pol ko'rinadi, shuning uchun bu variantni qildik. Tepasi lekin hammasi bitta o'rinda bo'lib turibdi. Uy qo'shib yopiladi. Shuning uchun uyda oldidan bitta bo'ldi. Uydan qochgan masofasi devordan shu yergacha 5 metr narigi tomonni hisoblaymiz. Sababi yangi qurilayotgan uy 54 sm tashqariga chiqqan. Narigi uydan hisoblasak 5 metr chista ichi qolgan, 40 sm stakan, 5-40 bo'lyapti. Undan keyin yana bir 60-70 sm stakan shapka chiqarsa 6 metrdan ziyod bo'lib yopiladi. Mana shunday chiroyli qilib berdik. Ob-havo ham bomba bo'lyapti mana. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon so'rashni qilib beramiz. Agar shu ish bilan shug'ullanaman degan aka-ukalar bo'lsa, qoliplarimiz sotuvda mavjud. Mana shunday qilib, mana hammasi bitta liniyada.